Seto'rpa, qanaqa aytishni bilmayapman de. Nima bo'ldi? Rosa ham uyalmayman aytishga. Hozir menda tez-tez Seto'rpa, hattoki erimga aytishga uyalmayman. Erimga nima deyishni bilmayapman. Xuddiki o'zimni aybdordek his qilyapman. Hatto erim tushunadimi yo'qmi bilmayman. Umuman xavotir olma. Nega ayollar oddiy siydik tufagini yallig'lanishini aytishdan uyalishadi? Bu testit, bu hukm emas, bu davolanadi. Qo'rquv, uyalish, o'zini aybdor his qilish bu ayol kishi his qilish kerak bo'ladigan narsa emas. Testit bu tanbeh berish uchun bahona emas. Bu qanaqa gap o'zi? Bu oddiygina yallig'lanish-ku. Internetga kirib, uni qanaqa kelib chiqishi, qanaqa davolanishi, u haqida ko'proq ma'lumot o'qisa va urologga borsa davolatsa bo'ladigan kasallik. Umid qilamanki, meni hozir erkaklar ham ko'rishmoqda. Agar ko'rmayotgan bo'lsa, iltimos bu videoni maksimal darajada turmush o'rtog'ingizga yuboringlar. Undan yuz o'girmang. Aksincha, yonida bo'ling, yordam bering va eng asosiysi sabrli bo'ling. Uni doktor ko'rigiga yozdiring, ya'ni urologga yozdiring. Orada dori ichishini eslatib turing va albatta yodda saqlang. Testit bu uyatli emas. Eng asosiysi turmush o'rtog'inglarni eng og'ir paytlarida doim yonida bo'ling. Bu juda ham muhim. Men senga yaxshi shifokorni nomerini beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi.